Avukatlarımız yetmeli mamaları bir stolda bir iş gerekir. İçağına giren de kıslanma avukat çok var. Libali bu. Doğru değil, değil doğru. Girdi mi lan? Biraz koyun lazım. Ahvar yaşma. Aytgan avjli yor-yori sevinch bag'ishlaysan keksayu yoshga Navruzjon bu galgi kelishing boshqa. Rizayev Jonibek ijrosidagi kuyga beramiz. Marhamat. Xotirjamlikda ko'rishni o'zi nasib qilsin. Hurmatli yurtdoshlar, mana mustaqillikdan olganimizga 35 yildan ziyodroq vaqt bo'ldi. Bugun yangi O'zbekiston quyoshi yelkamizga tushganini aniq hammamiz his qilyapmiz. Buning isboti o'zimizning mahallamizda, yon atrofimizda ko'zga tashlanib turibdi. Mana yaqindagina yo'llarimiz loy chang edi. Mana hukumatimizni qilayotgan
oqilona yo'l boshchiligida mana shu yo'llarimiz yaxshilanib boshladi. Ana kecha kuni bu yerda ana katta 3-4 kilometr bo'lgan yo'limizni asfaltlab berish bo'yicha ana loyihamiz tasdiqlandi. Ham u qurilish boshlash ishlari olib borish reja qilindi. Mana bularning hammasi yurtboshimizdan olib borayotgan oqilona rahbarligining natijasidir. Mana hozirgi kunda bir narsani eslab o'tiribman, ota-bobolarimiz bizlarga o paxtalarni qazuvini qazdik, ana unday qildik, bunday qildik degan juda katta mehnatlarni misol qilib keltirar edilar. Bugungi kunda biz shundan ham misli katta ishlarni qilyapti xalqimiz. Mana buni kechagi ofen budjetdagi ozbirchilikda bizlarning yana mahalla yetiligi, ayniqsa ko'cha boshlarimizni sidqidildan qilgan mehnatlari yo shu kichikning hamjihatlikda bir bo'lib ozbirchilikda qilgan harakati natijalarida ko'rib o'tiribmiz. Mana bu hashar yerga yarashadi degan gapni hammamiz ko'rdik. Agar mana shunday ozbirchilik qilib, elni ozbirchiligini mahkam ushlasak, qilinmaydigan ishimiz bo'lmaydi. Mana shu ishlarda hammangizga sizlarga sog'lik, salomatlik, oilangizda tinchlik, omonlik tilayman. Mana bayramlar urashib turibdi. Bugun mahalla kuni ham ekan, ana mahallamiz jonkuyarlarini, bularning mutaxassislarini, shu mahallaga yordam berib turgan elimizdagi faxriy nuroniylarni hammani chin dildan tabriklaymiz. Mana shu qilayotgan muvaffaqiyatlar sizlarning oilangiz. Bundan ham yaxshiroq ish qilib, xalqning ko'nglidagi ishlarni bilib, ishlashlaringizda kuch-quvvat, sog'lik, omonlik tilaymiz. Hammamiz ana shunday bayramlardan ko'pini ko'rishni Allohning o'zi nasib qilsin. Katta rahmat. Navruzda ulashing ezgu tilaklar. Axir tilak bilan kamaymaydi so'z. Bahor gullaridek yashnab yuraklar. Xush kelding bahor, xush ko'rdik Navruz. Mahallamizda olib borilayotgan tadbirlar va bayramlarda fidoyilik qilayotgan jonkuyar otaxonlarimizga mahalla ma'muriyati nomidan esdalik sovg'alarimiz bor. Hozir navbatni taqdirlashga beramiz. Marhamat, Jumanyazov Haydar aka. Aytov Qadamboy og'a. Allamov Kerimboy og'a. Davlatov Habibulla aka. Rozimov Remberda aka. Ashirov Islom aka. Xudoyberganov Mammat og'a. Qurbonov Otaxon og'a. Egamberdiyev Ikrom og'a. Rejabov Nuraddin aka. Yusupov Odamboy aka.
aka. Sadullayev Allayor aka. Sultanov Mahmud aka. Jonkuyar otaxonlarimiz, barchangizga kirib kelgan Navro'z ayyomi muborak bo'lsin. Mahalla ma'muriyati tomonidan barchangizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'zbekiston ko'p millatli davlat. Negaki ona vatanimizda rus, ingliz, qozoq, koreys, nemis kabi millat vakillari ahil inoq bo'lib, xuddi bir ota-onaning farzandidek bir-biriga mehribon bo'lib yashab kelishmoqda. Hozir navbatni 32-sonli maktab va maktabgacha ta'lim tashkiloti ijrosidagi raqsga beramiz. Marhamat mahallada sanatçımızsa. Ovqat var, bütün ovqat yiyinler. Ovqatımız köp, kaza yana var.
Geldiğine ayıklarlar seni gel. Kasa oynab chiqadi bular yenge. Hozirmi? Bo'ldimi? Güllolalar tizilgan marjon, omonlikka yetsin da har jon. Yuraklarda ajib hayajon, Navrozingdan aylanay seni. Hozir navbatni 32-sonli maktab va maktabgacha ta'lim tashkiloti bolajonlari tomonidan tayyorlangan qiyincha raqsga beramiz. Marhamat. चंदा
को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। बोलो। कपड़ा। पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पपीता। चलना चलके चल चल चीखे चलना चल चीखे चलके चीनी चटोरी चीनी को चलना चलके चल चल चीखे चलना चल चीखे चलके चीनी चटोरी चीनी को चमके चलके Zilo suvga to'lar ariqlar, xush ifordan mast-ku borliqlar, qolib ketar ko'ngil og'riqlar, Navrozingdan aylanay sening. Hozir navbatni 30-sonli maktabning o'quvchilari Bo'zato Fest Yoshlar ovozi ko'rik tanlovining Qoraqalpog'iston Respublikasi 1-o'rin g'oliblari Mavlonberdiyev Samatbek va Ilyosbek tomonidan kuylanadigan jonli ijroga beramiz. Marhamat. Yaşlar beri yerlere düştü.
onamiz. Imkon tanamiz-ku. Zamira opamiz. Gulzira onamiz. Nigora onamiz. Lolaxon onamiz. Zebinisa onamiz. Nasiba opamiz. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, yurtdoshlar, hammangizni yirkiladigan shu Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Navro'z yerida bir yangilanish, yosharish deymiz. Shu narsalarni tushunamiz. Hamma juda yaxshi kunlarda didor ko'rishadi, didorimizdan ayirmasinlar. Hozir Open budjetda yutqanlarni taqdirlash marosimi bo'ldi. Kelinglar, o'shalak bayramlar o'tib ketaversin. Yana bir elimizda yurtimizda şu Navro'z shukuhi tamamlanmasın, hem o yaxshi kunlarda o'tirish nasib qilaversin. Hammangizni bir tabriklayman. Kuch quvvat, sog'lik, salomatlik bir tashkil etib turgan tashkilotchilari, damkomlari, oqsoqollara, maktab faollarına, hamma eldosh, ko'chadagilar hammasi kelib o'zlarini borincha dasturxonni yozib o'tiribdi. Har kim o'zining bir alıp gelen narsalar ve görüş berip tuttuğunu, ressam kızlarımız, ressam okuvchilarimiz resimlerini hep gelip ko'ptini, tikuvchilik, bichimchilik boyunca her kimler bir anda Qo'shqar Bozorlar ma'qul palvonlarimiz bo'yicha hammasine katta rahmat. Hamma shunday kunlarda didor ko'rishaveradi. Ana rahmat. Rahmat kattakon. Qochadi uyqu, demak bahor keldi. Kelmoqda Navro'z. Navbatni 30-sonli maktabning o'quvchilari tomonidan ijro etiladigan raqsga beramiz. Marhamat. Dimoqqa yalpizlar nafasi urar. Yurakka muattar chechaklar kirar. Bir suluv kelinchak salomga kelar, ostonaga bosh ur aziz mehmonim, Navro'zing muborak O'zbekistonim. Mana shunday go'zal chiqishlar bilan barchani rom etgan maktab o'quvchilarini taqdirlashga beramiz. Marhamat. 32-sonli bolalar bog'chasi ma'muriyati. 32-sonli maktabgacha ta'lim ma'muriyati. Sakkizinchi sonli bolalar maktabgacha ta'lim tashkiloti. 43 maktab jamoasi. 43 maktab jamoasi. Maktab jamoasi.
jamoasi. Beshinchi maktab jamoasi. Va ushbu o'quvchi yoshlarning chiqishida yaqindan yordam bergan maktab direktorlariga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Olam orziqib kutilgan navbahor to'yi, assalom yangi yil, assalom bayram, senga atalgusi yuraklar kuyi. Navbatni 43-maktab o'quvchilari tomonidan ijro etiladigan sahna ko'rinishiga beramiz. Marhamat. Ayol men nima qildim? Hemen ay bir iki sefer ailem bayramdan hemen adam akatı bir şey ailemiz bilsang durust, tilingni tiyib yur. Bu xonadonda men aytganim bo'ladi. Navbatni 42-sonli maktab o'quvchilari tomonidan ijro etiladigan raqsga beramiz. Marhamat. Sen
Yaylasından dostum Dairem içer Bana bugün bayram dostum Davramız silla güzel Şöyle yatırım dostum Dairem içer Bana bugün bayram dostum Bana bugün bayram dostum Bana bugün bayram dostum Ay bugün bayram dostum Benim adım iş, sevgimden duydum. Benim adım iş, bu adını sen koydun. Benim adım iş, sevgimden duydum. Benim adım iş, bu adını sen koydun. Doyur aşk ile canımı kıynap Gümanların bilen sevgim bilmezsen Yalvarmazman sana bana inan de İnansan inanmasan farkı yok bana Yalancı dünyada ne gerek yalan Sana iştah düşüp men yandan Yürüyer inanmayın, bir yerimden kalmayın İndi ben seninsiz yaşayman yanmayın Benim adım iş, sevgiyle doydum Benim adım iş, bu adını sen koydun Benim adım iş, sevgiyle doydum Benim adım iş, bu adını sen koydun Leyla bu yeni yaman, ömür sen için Leylin bulan iman, sen ese Mecnun Ne fayda bu işten, yanıp güyüşten İndi ben korkaman, küngül koyuştan Yalancı dünyada, ne gerek yalan Sana iştah düşüp, men yandan Yürüyer inanmayın, verdi versin Yaksa buldu özünü Ahre, ahre, ahre Başta menem koy dedim Başkası bay boy dedim Yaxşı ekenin bilip ana indi toy dedim Başta ilde gep olur Hemen bana çep bulur Gıybetçilerin gepi gitti indi dep bulur Gıybetçilerin gepi gitti indi yok bulur Her kimniki özüne ay görüner yüzüne Kim ne dese diversin yaksa buldu özüne Her kimniki özüne ay görüner yüzüne Kim ne dese diversin yaksa buldu özüne Ahre 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 Yiğitliğim hanı var Yaxşısı yamanı var İzin vergenlerin sıfatı yok sanı
Rahmat. To's Saxtiyon shaharcha fuqarolar yig'ini raisi Abdullayev Odamboy og'amizga marhamat. Hurmatli mahalladoshlar, hurmatli eldoshlar, avvalambor Ro'za Ramazon oyi bilan Hayit ayyomi bilan tashabbusli byudjetda g'olib bo'lganimiz bilan hammangizni tabriklaymiz. Bizlarni ela shunday yaxshi kunlar, bayramlar, to'ylar yarashadi. Hamisha shunday yaxshi kun, to'ylarimiz ko'p bo'laversin. Hozir shu bayramda Rasulbek akam homiylik ostida Rasulbek aka keling bana. Kichkina mini futbol o'tirdik. Futbol turniri bo'yicha ya komanda ballari qani? Taqdirlab berdik. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Barchangizga kirib kelgan Navro'z ayyomi qutlu muborak bo'lsin. Ama qarsak yo'qmi? Ama jonimiz yo'qmi? Yine hozir futbol bo'yicha, mini futbol bo'yicha Saxtiyon terma jamoasi ham Güldürsün jamoasi o'rtasida futbol musobaqasi o'tildi. Bunda Güldürsün terma jamoasi g'alaba qozondi. Birinchi baliqlaringiz. İkkala terma jamoani o'rtaga chaqirsak, hurmat izzat ikrom ila. Güldürsün ham Saxtiyon terma jamoalari bir qarsaklaring shu yigitlarimizga. Xudoyim jahon chempionatlarida, O'zbekiston chempionatlarida, Qoraqalpog'iston chempionatlarida shu Güldürsunni Saxtiyonning nomini ko'tarib nasib etsin bulara. Şurada sağlar var. Güldürsün Kaysay. Saxti Opium büdjette g'alaba qozonishimizda asosiy sababchi bo'lgan yigitimiz ekan. Bir shapaloqlarimiz shu yigitimiz uchun. Barchasini niyatlarini yetirsin. Sağ olasın erkeğin. İcadi hamkarlar kitlar çıkablar. Hepsine bir hane baklaştık. Endi mamnuniyat bilan polvon kurashlarimizni boshlasa Bekmambetov Po'lat Güldürsun ikkisim Qoraqalpog'iston Respublikasi chempionlari. Barcha bolalarimiz shu bolalarimiz uchun. Qani kurashamiz. Güleşin. Koçkallığa yedekler, sonbaya gelegen şumaran bir kalsaklaringiz. Yine attım Allah'ımıza ortaya çıkıyorduktu, kim bana çıkar dedi. Hani bir kız falan
kurashdan keyin chaqiraman. Qanaqa palonlarimizda bir shapaloq bo'lsa, ikkisidan bir-biridan qattiq kurash turibdi bular. Stop! Vallahi milliy kurash bo'ladi. Milliy kurashda kimning yog'ilasa birinchi bo'lib yere tushsa, shu yengilgani hisoblanadi. Shu sababdan Ashirov Maqsadiy g'alaba qozondi. Safdiyan. Salomlashamiz. Mavzuyat bilan elimizni xizmatida yurgan bir ajoyib bir insonimiz bor. Elimizning blogeri. O'tgan yil ham shu Open budjetida g'alaba qozonishimizning asosiy sababchisi. G'olib chiqqanlar 150 ming so'm pul mukofoti. Ey, jonliqni beray. Birsini. Deya. Mamurat, berib qo'y. Endi birsini Qo'chqarvozlarga qo'yamiz, xudo xolasa. Qo'chqarvozlarga bermasak. Qani, o'rtaga. O'rtaga. İbrahimoyev Davlatosh bir ko'rsatganingiz, elimizning farzandi. Men Qashqadaryodan kelib boramiz. Hikmat bayonagan. Salomlashamiz. Kiramiz da. Hali yigitlar chetlab o'tiramiz. Xalq tomosha tasvirini yuratib, dichka kiyib o'tirishadi. Qara. Ashirov Maqsadiy qara bayroqning yonida o'tasa bir kurnaylab chiqqani. Ay, bir shabalak bo'lsin shu Maqsadiy. Yigir, aylan. Kimono emas, ichki kiyim yirtildi. Kurash o'ynang. Hikmat, davay, kurash o'ynang. Yaxshimi, u bo'laveradi. Kimono yirtilsa, almashtirish kerak ekan. Davay. Qashqadaryo bilasa azaliy kurashmay nasib vatani deydi. Qashqadaryo Surxondaryoni. Shu Qashqadaryo palvonlar yurak chiqib turgan bu palvonimizga bir qarsaklaringiz bo'lsa, meni tashlab olishlar turing. Tayyorlab tursin. Ikkinchi palvon Satunboy Berdiyev, Hajixon Ikromov, Xo'jalik Ikromov Basilbek. Normal, kurash o'yning.